Bizda Faberlic kompaniyasini antiparazitarniy travyanoy sbori choylari 21 dona paketik bo'ladi. Filtr paket bu gijjalarga qarshi har xil askarida, lyambli va shunaqa har xil mana ichida odamda mana gijja bo'ladi yoki uyda mushuk yoki iti bo'lsa, mana shu nimalardan ham o'tishi mumkin. Shuning uchun biz обязательно antiparazitarniy choylarni ichib, o'zimizga travyanoy 100% mana o'tlardan qilingan sog'lomlashtiradigan ichib yurishimiz kerak. Потому что lyambli, askaridalar endi gijjalar judayam yomon organizmga zarar yetkazadi. Hozir mana men o'qib chiqaman. Qanaqa ichida o'tlar bor. Mana karadуба, цветки ромашка, трава полыни, трава сушеницы и трава тысячелетника, шалфей mana ichida bor, mята mana, мочегонный эффекты buni, обезболивающий, антипаразитарный и противовоспалительный mana, мочегонный mana, bakteritsidniy, сосудорасширяющий effektlarga ega bu. Judayam zo'r yordam beradi. Mana ichida 21 dona. Buni mana bitta stakanga yoki bitta yoki ikkita filtr paketikda solib 200-250 ml suv qaynoq solib 5 yoki 10 daqiqaga qoldiriladi. Judayam ta'mlari yaxshi. Sovetовать qilaman. Bolalargayam bersa bo'laveradi. 4 yoshdan boshlab уже bemalol ichsa bo'laveradi. Judayam o'tlardan qilingan. Effekti zo'r.